Kun xabarlar bilan qisqacha. Qo'shma Shtatlar Eron bilan urush tufayli o'z arsenallarini sezilarli darajada kamaytirib yuborgan. Bu haqda ekspertlar va AQSh Mudofaa vazirligining zaxiralari bo'yicha hisob-kitoblardan xabardor shaxslarga tayanib, CNN xabar berdi. E'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, AQSh harbiylari muhim raketalar zaxirasini jiddiy ravishda sarflab bo'lgan. Ekspertlarning baholashicha, bu holat agar yaqin bir necha yil ichida yangi nizo kelib chiqsa, qisqa muddatli istiqbolda o'q-dorilar yetishmovchiligi xavfini yuzaga keltiradi. Alohida ta'kidlanishicha, avvalroq Pentagon raketalar ishlab chiqarishni ko'paytirishga yordam beradigan bir qator shartnomalarni imzolagan. Biroq ishlab chiqarish quvvatlari oshirilgan taqdirda ham ushbu tizimlarni qayta to'ldirish uchun yetkazib berish muddati 3 yildan 5 yilgacha vaqtni oladi. O'q-dorilarning yuqori darajada sarflanishi Tinch okeanining g'arbiy qismida himoyasizlik oynasini, zaiflik davrini yuzaga keltirdi, deb bayonot bergan nashrga AQSh dengiz piyodalar korpusining iste'fodagi polkovniki Mark Kansian. Shunga qaramay, Pentagonning asosiy vakili Shon Parnell nashr muxbirlariga harbiylar prezident tomonidan tanlangan vaqt va joyda vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha narsalarga ega ekanini ma'lum qilgan. Bizni kuzatishda davom eting.